Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz bolalarda nutq kamchiliklarini bartaraf etish jarayonida oilaning ahamiyati. Rejalar bilan tanishtiraman. Birinchi rejamiz nutq kamchiliklari sabablari va ularni erta aniqlashda oilaning roli. Ikkinchi rejamiz ota-onalarning nutqiy rivojlanish bo'yicha bilim va savodxonligi. Uchinchi rejamiz oila ta'lim muassasasi mutaxassislari, ya'ni hamkorligining samaradorligi. Birinchi rejani yoritadigan bo'lsam, nutqida kamchiliklar insonning nutqiy rivojlanishida yuzaga kelgan turli xatoliklar yoki qiyinchiliklar sifatida tavsiflanadi. Nutqida kamchiliklar odatda bolalarning o'sish va rivojlanish jarayonida kuzatiladi. Lekin ba'zan ular kattalar orasida ham uchrashi mumkin. Nutq rivojlanishi va nutqida kamchiliklarda bir nechta kamchiliklar kuzatilsa, bular ya'ni sohalar xususan tibbiyot, psixologiya, pedagogika va logopediya kabi sohalarda muhim ahamiyat kasb etadi. Nutqida kamchiligi bo'lgan bolalar yoki kattalar uchun o'zgacha yondashuvlar va usullar va davolash strategiyalar mavjud. Nutq bu odamlar o'rtasida muloqot vositasi bo'lib, insonning fikrlari, his-tuyg'ulari va tushunchalarini boshqalar bilan almashish uchun ishlatiladi. Nutq shuningdek, insonning o'zgalar bilan ijtimoiy aloqalarni o'rnatishda va o'zini jamiyatda ifodalashda ham muhim rol o'ynaydi. Nutq rivojlanishi asosan tilning o'ziga xos xususiyatlari, uning tuzilishi, rivojlantirish, ya'ni o'sha tovushlarni ajratish, izohlash qobiliyatiga bog'liq bo'ladi. Mana bir nechta misollar tariqasida ko'rsatib o'tilgan. Nutqida kamchiligi bo'lgan bolalarning rivojlanishida ijtimoiy omillar ham katta rol o'ynaydi. Ijtimoiy muhit, ota-onaning o'quv va muloqot qilishda yondashuvi, oilaviy ta'lim va jamiyatdagi muhitning barchasi bolalarning nutq rivojlanishiga ta'sir qiladi. Ota-onalar, o'qituvchilar va logopediya mutaxassislari nutqida kamchiligi bo'lgan bolalar bilan ishlashda samarali yondashuvlar ishlab chiqishlari zarur. Bular o'z vaqtida tashxis qo'yib, to'g'ri davolash usullarini qo'llash, muloqotda qatnashish va bolani psixologik jihatdan qo'llab-quvvatlashni o'z ichiga oladi. Ikkinchi rejamiz bir nechta rasmlar asosida misollar keltirilgan. Har qanday jamiyat taraqqiyotida oilaning o'rni beqiyosdir. Har bir oilaning sog'lom bo'lishi, ularda ijobiy psixologik iqlimning hukm surishi, mana shu muhitda dunyoga kelib shaxs sifatida shakllanib, so'ng o'zi yashayotgan davlatning fuqarosi sifatida o'z davlatning iqtisodiyoti, ijtimoiy hayoti taraqqiyotini ta'minlovchi, hal qiluvchi omil bo'lgan inson kamolotida oilaning tutgan o'rni beqiyosdir. Nutqida nuqsoni mavjud bolani oilada tarbiyalash va rivojlantirishda ota-onalar bilan olib boriladigan ishlarning shakli va mazmuni ularni, ya'ni logoped, defektologlar bilan hamkorlik darajasi bilan aniqlanadi. Ota-onalar bilan ishlashni tashkil etish quyidagi tamoyillarga tayanamiz. Birinchisi, ota-onalarning defektologik yordam olishga tayyorgarlik darajasini hisobga oluvchi differensiallashgan yordam. Ikkinchisi, ota-onalar tomonidan qayta aloqaning mavjudligi. Uchinchisi esa korreksion o'qishning turli xil davrida olib boriladigan ishning yoki ko'rinishning ustuvorligi hisoblanadi. Ota-onalarning nutqiy rivojlanish bo'yicha bilim va savodxonligi bolalarning nutq, tafakkur va muloqot ko'nikmalarini shakllantirishda eng muhim omillardan biridir. Oilada nutqiy rivojlantirish uchun yaratib berilgan sharoit, ota-onaning o'z nutqi, bolaga bo'lgan munosabati, muloqot sifati, uyda mavjud madaniy muhit bolani til o'sishini belgilab beradi. Ota-ona nutqi savodxonligi avvalo bolaning yoshiga mos nutqiy rivojlanish bosqichlarini bilishdan boshlanadi. Ular 1 yoshgacha 10-15 ta so'zlar ayta olishi, 2 yoshga borib sodda gaplardan foydalanishi, 3-4 yoshga esa
grammatik jihatdan to'g'ri gapira boshlashi haqida tasavvurga ega bo'lishi kerak. Bu bilim ota-onaga bolaning nutq rivojlanishida kechikish yoki buzilish belgilari bo'lsa, uni o'z vaqtida sezish imkonini beradi. Bir nechta rasmlar asosida berib o'tilgan. Nutqiy rivojlanish bo'yicha savodli ota-ona bolani passiv tinglovchiga emas, faol suhbatdoshga aylantirishga harakat qiladi. U bola bilan gaplashadi, unga savol beradi, fikrini tinglaydi, javobni kutadi. U bola bilan gaplashadi, unga savollar beradi, fikrini tinglaydi, javobni kutadi. Uni bo'lmaydi, chunki nutqning paydo bo'lishi uchun bolada ehtiyoj va motivatsiya bo'lishi zarur. Ota-ona bolaning savollariga befarq qolmasligi uchun qiziqishlarini qo'llab-quvvatlashi kerak. Uy muhitida nutqni rivojlantiruvchi vositalarning mavjudligi ham juda muhimdir. Kitoblar, rasmlar, konstruktiv o'yinchoqlar, piyola, planshet ustida tasvirlar, musiqa va qo'shiqlar orasida, ya'ni qo'shiqlar orqali ota-ona bolani til bilan tanishtirish, ya'ni texnologiyalardan uzoqlashtirish, ya'ni telefonlar, planshetlardan uzoqlashtirish nazarda tutiladi. Ota-ona har bir buyumni nomi bilan ataydi, rangini, shaklini, funksiyasini tushuntiradi. Bolada o'sha tushunchaviy lug'atni kengaytiradi. Ertak o'qish, hikoya aytish ota-ona nutqiy savodxonligining ajralmas qismi hisoblanadi. Bola ertak tinglaganda grammatik tuzilmalarni, obrazli iboralarni, yangi so'zlarni o'zlashtiradi. Ota-ona ertakni ifodali ohang bilan o'qisa, bola nutqning intonatsion boyligini ham egallaydi. Ertak yuzasidan savollar berish bolani tafakkurini eslab qolish va qayta hikoya qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Savodxon ota-ona, ya'ni nutqiy rivojlanishdan yuzaga kelgan muhim bo'lgan xavf omillari bu homiladorlikdagi asoratlar, eshitish muammolari, ikki tillilik, noto'g'ri yondashuv, ekran, ya'ni telefon, planshet, ortiqcha ta'siri, muloqotning kamligi va boshqalar kiradi. Nutqiy savodxon ota-ona bola bilan doimiy muloqot qiladi, unga ertak o'qib beradi, savollar beradi, javoblarini sabr bilan tinglaydi. Kundalik hayotida jarayonlarni izohlab boradi. Bunday muloqot bolaning lug'at boyligini kengaytiradi va muloqotga qiziqishini oshiradi. Shu bilan birga ota-ona o'z nutqining aniqligi, grammatik to'g'riligi va ohangiga ham e'tibor berishi lozim. Nutqiy rivojlanishiga ta'sir qiluvchi yana bir muhit bu texnologiyalar hisoblanadi. Nutqiy savodxon ota-ona bolani ekran qarshisida uzoq vaqt qoldirmaydi, chunki bu jonli muloqotni kamaytiradi. Aksincha, real suhbat, o'yin, qo'shiq aytish, tasvirlarni muhokama qilish orqali nutqni rag'batlantiradi. Shuningdek, ota-ona nutq buzilishlari haqida elementar bilimga ega bo'lishlari lozim. Ya'ni logopeddan maslahat olishlari, tortinmasligi kerak bo'ladi. Ular bolaga nutqiy mashqlarni bajarishga yordam beradi. Mashqlarni kundalik faoliyatga uyg'unlashtiradi va mutaxassis tavsiyalarini izchillik bilan bajaradi. Umuman olganda, ota-onalarning nutqiy savodxonligi bolaning sog'lom nutqiy rivojlanishi uchun asosiy kafolat hisoblanadi. Bilimli ota-ona sog'lom muloqot muhitini yaratadi, nutqiy faollikni qo'llab-quvvatlaydi va nutqdagi muammolarni vaqtida bartaraf etishda muhim rol o'ynaydi. Uchinchi rejamizga o'tadigan bo'lsak, bir nechta rasmlar asosida misollar keltirilgan. Oila, ta'lim muassasasi, mutaxassislar hamkorligining samaradorligi bolani har tomonlama sog'lom, barkamol va muvaffaqiyatli shaxs sifatida tarbiyalashning eng muhim omillaridan biridir. Bu uchlik o'zaro yaxlit tizim bo'lib, har birining roli bir-birini to'ldiradi, ya'ni mustahkamlaydi. Hamkorlik qanchalik izchil, ochiq va muntazam bo'lsa, bola rivojlanishi shunchalik sifatli bo'ladi. Avvalo, oilaning o'rni beqiyosdir.
Bola ilk tarbiya va birlamchi muloqot, xulq-atvor, nutq qadriyatlari va odatlari aynan oiladan shakllanadi. Ota-onaning farzandga yaratgan muhiti, unga bo'lgan mehr-muhabbati, muloqot sifati ta'lim muassasasi jarayonlari uchun poydevor vazifasini bajaradi. Ta'lim muassasasi esa bu jarayon tizimli, ilmiy asoslangan pedagogik faoliyat bilan davom ettiradi, bilim beradi, ijtimoiylashuvini ta'minlaydi, boladagi iqtidor va ehtiyojlarni aniqlaydi va rivojlantiradi. Mutaxassislar, psixolog, defektolog, logoped, ijtimoiy pedagog, shifokor kabi soha vakillari hamkorlikning uchinchi muhim bo'g'ini hisoblanadi. Ular bola rivojlanishidagi individual xususiyatlarni chuqur o'rganadi, muammolarni aniqlaydi, zarur diagnostika va korreksiya ishlarini amalga oshiradi. Ota-ona va pedagoglarga metodik yo'nalish beradi. Ayniqsa nutq rivojlanishi, xulq-atvor muammolari, emotsional holatlari, o'qish jarayonida qiyinchiliklar bo'lsa, mutaxassis ko'magi juda zarur hisoblanadi. Uch tomonlama hamkorlik quyidagi yo'llar orqali samarali natija beradi. Bularning birinchisi muntazam axborot almashinuvi. Bola rivojlanishi uchun, o'qishdagi muvaffaqiyat yoki qiyinchiliklari uchun. Keyingisi, ikkinchisi, psixologik holat haqida ota-ona, pedagog va mutaxassis doimiy ravishda bir-biriga ma'lumot berib borishlari lozim. Bu esa muammoni erta aniqlash va o'z vaqtida yordam ko'rsatishga imkon yaratadi. Yana bir muhit, tarbiyaviy talablarning bir xilligi, oila va maktabning tarbiyaviy yondoshuvi uyg'un bo'lsa, bola o'zini ishonchli muhitda his qiladi, o'quv faoliyati barqarorlik ta'minlanadi. Hamkorlikning samaradorligi, mashg'ulotlar, seminarlar, uchrashuvlar, individual konsultatsiyalar orqali yanada kuchayadi. Psixologik va pedagogik seminarlar ota-onalarni savodxon qiladi. Mutaxassislar bergan tavsiyalar esa kundalik tarbiyaga tatbiq etiladi. Pedagoglar esa bolaning rivojlanish dinamikasini kuzatib boradi va kerak bo'lsa mutaxassisga yo'naltiradi. Mana rasmlar asosida berib o'tirilgan. Shuningdek, oila ta'lim muassasasi mutaxassis hamkorligi boladagi ijtimoiy emotsional muammolarni kamaytiradi, o'quv motivatsiyasini oshiradi, darslarda faollikni kuchaytiradi, nutq va tafakkur rivojini qo'llab-quvvatlaydi. Eng asosiysi, tarbiyadagi izchillik va tizimlilik bolada shaxsning sog'lom shakllanishini ta'minlaydi. Umuman olganda, bu uch tomonning hamkorligi bolaning ehtiyojlariga mos kompleks yondashuvni ta'minlaydi. Yuqori samara tarbiyaviy va ta'limiy jarayondir. Ochiq muloqot, hurmat va birdamlik va bir maqsad asosida birlashish natijasida bola yanada muvaffaqiyatli, mustaqil va ijtimoiy faol shaxs bo'lib voyaga yetadi. Foydalanilgan adabiyotlar mana ko'rsatilgan. E'tiboringiz uchun rahmat.